uchinchi abzasni o'zida ham move 2 bor, ham move 3 bor. Move 2 sekin muammo tomonga o'tib muammoni ko'rsatadi. However deb ko'proq degan kal so'zlar bilan boshlaymiz uni. Bu yerda ham o'sha ikkinchi abzasdagi haligi yuqori erishilgan natijalar yoki maqsadlar, demak mavzu yuzasidan, demak davlatda, mamlakatda amalga oshirilayotgan reformalar, maqsadli ko'rsatkichlar haqida gapirishimiz mumkinda, keyin sekin biroq mana bu jihat orqada qolmoqda, mana bu jihatda siljishlar bo'lmayapti, masalan shunga o'xshagan ma'lumotlar bilan sekin muammo tomonga burilamiz va albatta uni demak argument, ya'ni isboti bilan berishimiz uchun iqtibos berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu kabi iqtiboslar bilan kuchaytiramiz haqiqatdan bo'shliq borligini, muammo borligini kuchaytiramiz. Mavjud adabiyotda, O'zbekistondagi mana shu mavzu bo'yicha mavjud adabiyotda mana bu tomonlar o'rganilgan, lekin mana bu tomonlar qolib ketgan. Qolib ketganligiga ham demak nima beramiz? Iqtibos beramiz. Mana bu qismini o'zi move 2. Mana bu yergacha move 2. Mana bu joygacha move 1. Mana bu joygacha move 1. Muammo tomonga burildik, demak to maqsadimizgacha move 2. Va mana shu yuqoridagi muammo, ilmiy bo'shliqlar asosida maqsad yozamiz. Mana shu tadqiqotimiz uchun bu PhD tadqiqoti emas. PhD tadqiqotimni bu ilmiy ishingizdagi umumiy ilmiy ishingiz uchun emas, ilmiy ishingizning ichidagi bir tadqiqotingizni, PhD bo'lsangiz ikkinchi bob, DS bo'lsangiz uchinchi bob. Bir tadqiqotingizni ichidagi maqsad bu. Demak, maqsad yuqoridagi muammo bo'shliq asosida maqsad, ana undan keyin bu maqsadni amalga oshirish uchun 5 ta, 4 ta bo'lishi mumkin, 6 ta bo'lishi mumkin tadqiqot savollari va ularga ilmiy mantiq asosida, mantiqiy bog'liqlikda davom ettiriladi ilmiy vazifalar. Mana shu va undan keyin research contributions. Research contributions bu qachonki tahlil natijalarimni olganimdan keyin yoza olaman, ungacha yoza olmayman. Chunki nima natija olaman, nima topilmay, demak umumiy bilimga nima hissa qo'shdim, nazariy tomondan nima hissa qo'shdim, amaliy tomondan nima hissa qo'shdim, buni hozir faqat tahlillarim tugagandan keyin yoza olishim mumkin. Mana shu qismlar maqsad, tadqiqot savollari, vazifalar va research contributions bu o'sha Kars modelini uchinchi move, ya'ni move ko'chish deymizmi? O'sha uchinchisi, ya'ni qaysiki, mana bu mavzu hali ham ahamiyatli, bu mavzu bo'yicha mana shunday ishlar qilinyapti, lekin mana bu tomonimiz hali ham bo'shliq bo'lib turibdi, bu joyimizda demak muammo bor. Shu maqsadda bu tadqiqotning maqsadi mana bu. Buning uchun mana bu savollarni yechmoqchimiz va o'sha savollarga mana bu vazifalarni amalga oshirib bormoqchimiz. Va natijada mana biz erishgan tadqiqot natijalariga ko'ra umumiy bilimga mana bu hissani qo'shdik. Bu hozirgi mana aytganim uchinchi move va Kars modeli mana shu tartibda keladi. Oxirida esa albatta bu maqola qaysi bo'limlardan iborat strukturasini yozib qo'yamiz. Introduction qism mana shunday bo'ladi. Move nimani Kars modeli, move 1, move 2, move 3 paper structure. Shu bilan introduction tugaydi. Undan keyin literature review and hypothesis development deb nomladim. Kimdir literature review, kimdir yana boshqa nomlar bilan nomlashi mumkin buni. Bunda hali biroz ishlarim bor, parafrez qiladigan jihatlarim bor. Sababi bunda men konsensus degan platformadan foydalandim. Bu yerda o'sha demak mavzuni berdim bu platformaga va mavzu doirasidagi tadqiqot modelimga ko'ra qaysi o'zgaruvchilar mustaqil, qaysi o'zgaruvchilar tobe ma'lumotlarni ham taqdim etganimdan keyin demak O'zbekiston va xorijiy kontekstda ko'plab manbalarni chiqarib berdi va bu manbalarni ichidan men terib introductiondan foydalandim, parafrez qildim, o'zgartirdim va bu manbalardan foydalanib literature reviewni ham shakllantirdim. Lekin o'zi panel data asosidagi maqolalarda literature review qisqaroq bo'ladi. Hozir menda ko'payib ketdi. Literature review uchun buni qayta ishlaganimdan keyin alohida video alohida tayyorlayman. Bunda hali qisqartiradigan jihatlarim bor, parafrez qiladigan jihatlarim bor va
demak o'zgaruvchilarni yana bir bor demak strukturani, literature reviewni o'zini strukturasini ko'rib chiqadigan jihatlarim bor. Literature reviewni o'zini hatto strukturasi bor. Bunda introductionda ham struktura bor. Hozirgi aytganim bo'yicha mana nechta qismni aytib keldim. Faqat introductionda uni bo'lib yozmaymiz. U bitta bo'lim sifatida ketadi, bo'ldi mana. Bo'lib yozmaymiz. Literature reviewni o'zini ham strukturaga bo'lsangiz bo'ladi. Mana ikki literature review, ikki bir theoretical foundation. Albatta, demak nazariy asos bo'lishi kerak. Boya yuqorida ham aytdim, dissertatsiyamiz uchun nazariy asos bo'lishi kerak, bir tadqiqotimiz uchun nazariy asos bo'lishi kerak. Keyin bu yerda 2.2 dan boshlangan mana mustaqil o'zgaruvchini tobega ta'siri borasida qanaqa tadqiqotlar bor yoki ikkinchi mustaqil o'zgaruvchini tobe o'zgaruvchi bitta qanaqa tadqiqotlar bor. Albatta mustaqilni tobega, birinchi mustaqilni tobega bo'lgan demak ta'sirlari yoki bog'liqligi borasida tadqiqotlarni umumlashtirganimizdan keyingina shunga doir gipotezani shakllantiramiz. Ikkinchisida ham shunaqa. Demak, keyingi human capital, keyingi mustaqil o'zgaruvchimda ham shunaqa, bunda ham shunaqa. Gipotezalar literature reviewni ichida shakllanadi deganim sababi ham shunda, chunki gipotezada biz qaysi mustaqil, qaysi tobega ta'siri bog'liqligi borasida ilmiy faraz qilganimizda, o'sha ilmiy faraz yozilgan jumlani tepasida shu ilmiy farazni ichida qatnashgan o'zgaruvchilar borasidagi o'zaro ta'sir bog'liqliklari borasidagi ma'lumotlar keltirilgan bo'lishi kerak. Bunda yana qaytarib o'taman. Munosabat, association bir vaqt nuqtasiga ega bo'lgan datalarda, masalan cross sectional datalarda, survey datamiz ham cross sectional hisoblanadi. Demak, impact, influence deymiz yoki ta'sirga tegishli bo'lgan causality munosabatini ko'radigan bo'lsak, demak u panel data orqali ko'rishimiz mumkin yoki time series data orqali. Sababi panel data bilan time seriesda vaqt nuqtalari ko'p. Time seriesda 20, 25, 30 yillik ham ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu borada mana bu literature reviewni o'zini strukturasi deganda mana buni nazarda tutyapman. 2.1, 2.2, 2.3 va hokazo. Bu bo'yicha alohida buni qayta ishlaganimdan keyin alohida video tayyorlayman. Buni qayta ishlaganimdan keyin bu yerda to'xtalib o'tadigan muhim jihatim bor. Albatta, literature reviewni ichida resource gap, ilmiy bo'shliq chiqarib bersak yana ham yaxshi. Ilmiy bo'shliq biz introductionda ham beramiz, MOVE 2 ni ichida, resource problemni ichida MOVE 2 da beramiz, lekin unda juda qisqa beramiz. Bu yerda yuqoridagi literature reviewni o'zidan aynan kelib chiqib, bu yerda resource gap, ilmiy bo'shliqni chiqarib beramiz. Bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Bo'lmasligi ham mumkin. Ko'pincha men o'zim resource gapni chiqarmaganman literature reviewni ichida. Mana bu joyga e'tibor beramiz. Proxy choice, boya demak videoni yuqorisida aytdim. Proxy variable, ya'ni aynan demak tadqiqot modelimizdagi o'zgaruvchilar bo'yicha raqamli ma'lumotlar shakllantirilmagan bo'lmasligi mumkin yoki ochiq dostupda bo'lmasligi mumkin. Biz mana shu o'zgaruvchilarimizni anglatadigan, bildiradigan boshqa bir ko'rsatkichlarni dimension sifatida olib kirishimiz mumkin. Mana shuni proxy deyiladi. Proxy variable, ya'ni o'rinbosar o'zgaruvchi. Mana bu digital infrastructure o'zgaruvchimni o'rnini bosishi mumkin bo'lgan o'zgaruvchi. Proxy variable deb shunga aytiladi. Bu yerda literature reviewda shuni aytyapman. Masalan, bu yerda aytyapman social economic impactni, demak DFS effectivenessga ta'siri borasida gapiryapman-da, lekin ijtimoiy iqtisodiy ta'sir degan bizda stat.uz bo'ladi, nima deydi, ishlatilgan ko'rsatkichni eslolmayman. Raqamli yildan yilga rasmiy statistikasi e'lon qilinadigan. Nima tanlab oldim unga proxy sifatida? Buni hali o'zgartirishim kerak. Average monthly wage, ya'ni o'rtacha oylik ish haqi. Bu bor stat.uzda. Qaysidir bir jihatini bildirishi mumkin. Ijtimoiy iqtisodiy ta'sirning ichida qaysidir bir jihatini bildirishi mumkin, lekin to'liq bildirmaydi. Uning uchun men yana bir nechta ko'rsatkichlarni olishim kerak bo'ladi. Hozir faqat bitta dimensionslar bilan cheklanganman bu yerda. Albatta, resource gapni chiqarib bersak, nur ustiga a'lo nur va metodologiya qism. Bu qism albatta bo'lishi kerak. Literature review bo'lmasligi mumkin jurnallar talabiga ko'ra, ayrim jurnallarni talabiga ko'ra
albatta o'sha jurnal tanlaganingizda mualliflar uchun ko'rsatmalar guidelines o'qing, strukturaga qarang. U yerda ular qanaqa struktura ko'rsatgan. Demak introductiondan keyin methodology degan ko'rsatganmi, demak literature review ular so'ramaydi. Literature reviewni qisqartirib introductionga qo'shish kerak bo'ladi. Agar literature review alohida so'ragan bo'lsa, literature reviewni alohida shakllantirib berish kerak bo'ladi. Shuning uchun literature reviewni shakllantiraveramiz, qisqartirish kerak bo'lsa, o'sha jarayonda qisqartiramiz. Metodologiyada bu majburiy, metodologiya majburiy. Bu judayam ko'plab sohalarda IMRAT formatining ichida metodologiya qism bor. Va buni ham strukturaga bo'lib aniq tiniq qilib ko'rsatib berishimiz mumkin. Masalan, metodologiyani o'zi mana research approach and design, data and sample ga bo'linyapti, variables ga bo'linyapti. Demak, research model bo'linyapti. Albatta, bu research modelda gipotezalarimizni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Model specification, ekonometrik tenglamamizga ham e'tibor berib ketamiz va qaysi tahlillardan foydalanamiz, qaysi dasturda data analysis and software ishlaymiz. Buni o'zi 6 ta strukturadan iborat. 6 ta elementdan iborat, lekin bu davom etishi mumkin. 3-7, 3-8. Nima uchun? Jurnal tanlaganimda ko'rsatmalarini o'rganib chiqqanimda, jurnal tanlaganimda, ko'rsatmalarini o'rganib chiqqanimda, agar AI declarationni demak submission tizimida ishlayotganimizda o'sha turli xil deklaratsiyalarni to'ldiradigan jihatlarimiz bor. 2 ta jurnalga maqola yuborib ko'rsatganman, buni Telegram kanalimda ham bor. Va o'shanda albatta biz AI declaration, sun'iy intellektdan foydalanishimizni ham oshkor qilamiz. Oshkoralik tamoyili xalqaro nufuzli jurnallarda yuqori o'rinda turadi. Va ular uni ko'rsatmalarida va jurnalni submission tizimida yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qaysiki maqolani yo methods yoki acknowledgements, ya'ni minnatdorchilik bo'limida ko'rsatib keting deb so'rashi mumkin yoki boshqa bir bo'limida so'rashi mumkin. Ko'pincha metodologiya qismida. Agar jurnal, demak men tanlagan jurnal bu maqolam uchun AI declarationni metodologiya qismida ko'rsating desam, men uni demak 3-7 betda ochamanda, ya'ni metodologiyani ichida va AI declaration deb